Har bitta guruh bittadan so'z aytadi. Birinchi xayolingizga kelgan so'zni aytamiz. Birinchi guruh. Ona. Ikkinchi guruh. Daraxt. Daraxt. Uchinchi guruh. Jismoniy. Birinchi guruh. Oila. Keyingi guruh. Bir-biriga o'xshamagan so'zlar. Gul. Ikkinchi guruh. O'tloq. O'zbekiston. Bilmaydi bo'ldi. Eslab qolgan bo'lsak, oldingi barobar berganman. Ketma-ketligini o'zgartirmagan holda xuddi shu so'zlarni eslab qolgancha yozasiz. Boshla. Ketma-ketligini unutmasdan. Sotuvchisi o'zbek ekan. Yaxshi, keyin. Bu yerda kichkina kema bor. Kichkina kemani ko'rdim. Va Yonida daraxt bor edi. Uning yonida daraxt bor edi. daraxt ko'chati bor. Men yo'lda o'tayotgandan keyin maymunni ko'rdim. Daraxtning oldiga o'tsam, daraxtdan maymun o'tirgan ekan. Küçük pasta durup ovullayotgan ekan. Men ularni ko'rib dadamga aytdim. Kema tepada qolib ketdi. Cho'p ovullayotganin hopki orolga. Bozordan yurib ketsak, dengiz bor ekan. Hop, bozordan chiqib orolga bordik. Orolda dadam menga orolda dadam menga atab yer sotib oldi. Hop, birinchi nima qildik? So'zimiz nima ekan? Sotuvchisi o'zbek edi dedik. Uchinchi so'zimiz nima ekan? O'zbek so'zi ekan. Keyin uning yonida kema sotayotgan edi. Kemaning oldiga o'tgan vaqtimda shoshmasdan daraxt ustida maymun. Keyin so'zimiz maymunga keyin oldingi so'zimiz kuchukdan keyin oroldan keyin demak so'zlarni qanaqa eslab qolishib esingizga tushdimi? Yaxshi. Xuddi shunday qilib xayolga kelmagan voqealar bilan